Sen duch kelgan eng kuchli himoyachi kim? Aytishim mumkin, Ashley Cole. O'ylashimcha, Messini qo'riqlash o'sha kuni judayam zo'r edi. Senga qarshi o'yinlarda qiyinchilik tug'dirgan futbolchi. Bu Messi. Senga qarshi o'ynagan eng kuchli futbolchi Maldini. U juda ham kuchli, aqlli va salohiyatli. Men uchun Paolo Maldini eng kuchlisi. Paolo Maldini yoki Roberto Carlos. Paolo albatta. Og'ayni, senga aytmoqchimanki, sen mendan qo'rqarding, to'g'rimi? Men Messiga qarshi o'ynamaganman, chunki uning jarohati bor edi. Yaxshi ham jarohatda bo'lgan. Uning omadi kelganmi? Yo'q, mening omadim kelgan.